Prezident gapirganda hokimlarday tuting o'zingizni. Tushunmadim. Jim turing pastga qarab. Siz futbolist ekansiz. Eshitishimcha. Ha? Hop. Faqat bu yerda yozilgan. Ikki oyog'i ham chap oyog'i bo'lganligi uchun zborniga olmaganlar buni. Hiç aylantirib tepganmanmi? Sizni. Ha? Hiç aylantirib tepganmanmi? Ashani futbol ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Berilib televizorga qarab turganingizda. Ha. Ashdan bitta ekrandan chap oyoq, chapaqa futbolist ekrandan chap oyog'i bilan tarsitib bir berganmi sizga? Hech shunaqa bo'lganmi? Yeganmisiz? Chap oyoqdan. O'ng oyoqdan ham zo'r ketar ekan lekin. Shunaqa bo'lganmi? Manda? Yo'q. Shunaqa yemagan. Yo'q. Bo'lib qolarmi? Ulug'bek Qodirov sizningcha qanday aktyor hay? Zo'r aktyor Ulug'bek Qodirov. Ko'rdingizmi? Paxtakorda o'ynaysiz kerak. Paxta. Ulug'bek Qodirov, siz juda zo'r aktyorsiz dedilar mana. Qarang qanchalik maqtab. Yomon o'pdiz-ey. Tak, stop. Ben qaraylik. Давайте ham bunaqa qilamiz. Keyingi safar kelib, bir yaxshilab tayyorgarlik ko'rib oling. Rostdan shunaqami? Savollaringiz? Rostdan shunaqa tayyorgarlik ko'rgan bo'ldi. Nima turdingiz, Alishirjon? Tualetmi? Mayqar tualetda aytay, yosh katta odam tez-tez chiqayotgan bo'ladi-da, shunaqa payt. Tualet emas, normal gaplashing, normal savollar bering, nima bu turish? Jurnalistmisiz yo kim? Nima siz? Bu vazifangiz nima vazifangiz? Savol berish zvizdalarga. Endi siz ham unchalik sizni o'zi savol kim beradi? Jurnalistmi? Jurnalist yashab olganmiz, hozir shunda o'zingizda. Avvaliga nima siz ayting? Milisiya berasizmi? Ha? Milisiya bermang lekin. Shu odam kim mana? Men e'tiboringlar nima bunaqa bu odam ha? Milisiya bermang mana. Qaranglar, tavba qiling. Mana nima qilyapti? Ol buni. Tavba. Yaxshi bo'lib ketasiz, ishoning. Ko'rmagandek bo'lib ketasiz ham. Zo'r bo'lib ketasiz. Hay o'tiring, hay. Buni tez-tez dava ketaman. Davolangan prostataday bo'lmang. Tushunmadim. O'zdan-o'z turib ketyapsiz. Yana bir qiz savol yozibdi, mana bunga qarang. Alish aka, uyimga kelib ssenariy yozardingiz. Aytdim-ku, bular chato. Birdan yo'qolib ketdingiz. Manikida yozgan ssenariyingizni bir seriyasi bor uje. 3ga kirdi, xudo xolasa. Rostdan. Har kun so'raydi, "Ona ssenaristim kim? Onajon topib bering" deydi. Nomi nima ekan ssenariy? Keldi ketdi. Ay keldi ketdi ekan. Bo'ldi, keldi ketdi ekan, ketdi-ku, ketish kerak ekan. 3ga kirdi, uni qilmang. Vachalarni qiynamang. Kim ekan? Shunaqa odatingiz bormi? Birovlarning uyiga borib ssenariy yozadigan? Iloji boricha o'zingizni axborotda tuting. Tushunmadim. Yo'q, problemalarni gapirmay, faqat maqtang-da. Qo'lingdan kelmagan ish bilan shug'ullanma, go'ram baloyon bo'lmaysan degan odamlar bekor aytibsizlar. Mana zo'r-ku. Rol o'ynashni bilmasang, kinolarni ras o'qima, o'zingni ham obro'ying to'kma deganlar 2 marta bekor aytibsizlar. Mana zo'r bo'lib yuribdi shu odam. Hamma ko'radi kinolarni. Zo'r doktor bor. Ha. Ko'rdingizlar? Nima qilay, bir olib boraymi sizga? Yaxshilik qilaymi sizga? Qayerga? Atak menchu u doktorga ham mencha aqli yetmaydi sizni bir odam qilishga. Lekin bilasizmi, mana shunaqa odamni kerak o'zi sanadiki. Hamma aqlli ham bo'lib ketdi-da. Men qarang, birdan 100 gacha bo'lmasa menga necha baho bergan bo'laysiz? 99 mana. 100 deng. 100? 100 deng.
Bir qo'shib onasini hammasini televideniyaga tushamiz. 100 deng. Qaysi televideniya? Qaysi? Mana Telimosh Qayerga chiqadi bu telekanal? Telimoshdan villaga. Soqollarimni olmadim, televideniyaga bera olmaysizmi? 100 deb aytsangiz. Hop 100 mana 100 ball berdim sizga. Bilib qo'yinglar, Alisherjon Uzoqov menga 100 ball sistemasida 1000 baho qo'ydi mana. Mana yani bitta-ikkita ko'rsatuv qiling-da. Shu bilan boshqa ish qilavering, ha. Mana tashqari taqir-tuqir qilishyapti. Eshityapsiz-a? Shular oldiga borsangiz, birgalashib bir narsa taqir-tuqir qilasizlar. Ko'chadagi ustalarni aytyapsizmi? O'shalar orasida eng mashhuri bo'lib yurasiz.